Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz demak Python dasturlash tilida o'zgaruvchilar, ma'lumotlar tiplari va operatorlar haqida bo'ladi. Demak bilamizki, o'zgaruvchilar nima? O'zgaruvchilar demak xotiradan ma'lum bir nom asosida saqlanadigan va xo'p lotin alfabeti bilan boshlanadigan, raqamlar bilan boshlanmaydigan demak tiplar demak o'zgaruvchilar deyiladi. O'zgaruvchilar ham o'z navbatida demak o'sha qabul qiladigan qiymatlarni anglatar ekan. Demak keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, o'zgaruvchilar demak ekranda ko'rib turganlaringizdek xotirada ma'lumot saqlash uchun ishlatiladigan nom, indikator deb atalyapti. Demak o'zgaruvchilar harf yoki pastki chiziq bilan boshlanadigan, raqamlar bilan boshlanmaydigan bo'sh joy va belgilarni o'z ichiga olmaydi. Katta kichik harflarga demak o'zgaruvchi sifatida kiritish mumkin. Pythonda o'zgaruvchilar sifatida operatorlardan foydalanib bo'lmaydi. O'shaning uchun operator nom bilan boshlanadigan so'zlar o'zgarish sifatida qabul qilinmaydi. Masalan, hozir misol sifatida bitta dasturni kiritadigan bo'lsak, Shuhrat. Bu tipimiz demak ism o'zgaruvchisiga ega bo'lib, Shuhrat degan demak matnli so'zdan tashkil topgan o'zgarish sifatida qabul qilinyapti. Keyingisi demak yosh. Yosh demak butun sondan iborat 27 yosh. Bo'y demak 1.78. Bilamizki, demak bu yerda bo'yimiz 1.78 sm ma'nosida kelayotganligi uchun bu haqiqiy son turiga ega bo'lgan o'zgaruvchi sifatida keltirilyapti. Demak, agar mantiqiy turga ega bo'lgan yana bir o'zgaruvchini kiritayotgan bo'lsak, masalan, talaba teng true qiymat qabul qilyapti, ya'ni talaba degan o'zgaruvchiga mantiqiy rost qiymat qabul qilish tavsiya etilyapti. Demak, ekranga chiqarishda demak ism va yoshini chiqarsin degan dastur kodini ko'rish mumkin. Demak, ma'lumotlar tiplari. Demak, ma'lumotlar tiplari shu o'zgaruvchilar qabul qilishi mumkin bo'lgan, ya'ni o'zgaruvchilarga qabul qilishi mumkin bo'lgan tiplar haqida ketyapti. Demak, butun son turiga ega bo'lgan o'zgaruvchi bo'layotgan bo'lsa, demak u int turiga mansub bo'ladi. Haqiqiy son turiga ega bo'ladigan, ya'ni kasa sonlar tashkil topgan o'zgaruvchilar bular float, ya'ni haqiqiy sonlardan. Demak, satr ko'rinishda yuqorida aytib o'tgan Shuhrat ismli o'zgaruvchimiz demak bu satr ko'rinishiga ega bo'lgani uchun str, ya'ni satr degan matn ko'rinishidagi qiymatli tipni qabul qiladi. Bu esa mantiqiy qiymat. List bu tartiblangan ro'yxat. Disk demak kalit qiymatli lug'at hisoblanadi. Demak, kiritish operatori. Bu kiritish operatori asosan funksiyalarda har bitta dasturda kiritish operatori va chiqarish operatorini tashkil topgan bo'ladi. Demak, bunda biz bilamizki, har bitta o'zgaruvchini kiritish kerak bo'layotgan bo'lsa, demak, unda input buyrug'i orqali kiritish mumkin bo'ladi. Masalan, Pythonda ism degan o'zgaruvchini ismingizni o'zlashtirmoqchi bo'lsangiz, u holda ism teng input qavs ichida qo'shtirnoqcha demak ismingizni yozishingiz. Yosh sifatida kiritgan bo'lsak, demak yosh butun son qiymatiga ega bo'lgan qiymatni qaytarganligi uchun uning tipiga int qiymat qabul qiladi. Demak, input yoshingiz. Demak, chiqarish operatoriga demak kiritishga demak input, chiqarishga print. Yani print masalan qavs ichida qo'shtirnoqcha salom qo'shinoqdan keyin ism qo'yiladi. Ya'ni printdan keyin o'sha qaysi ism yozilgan bo'lsa, salom Ali yoki salom Shuhrat degan natija ekranda o'z aksini topadi. Print funksiyasi ekranga chiqarish uchun ishlatilgan bir nechta qiymatni virgula yordamida nima qilish mumkin? Ekranga chiqarish mumkin.
Masalan deylik, bu yerda o'zgarish sifatida ali keltirilyapti. Yosh sifatida 20. Print ism. Ismdan keyin virgul ismni o'zlashtirsin. Yoshdan keyin virgul yoshni o'zlashtirsin. Demak, ekranda oxirida, demak, salom ism va undov belgisi bilan birgalikda natija ekranda qayd etilsin. Ya'ni buning natijasi demak ismdan keyin yoshdan keyin o'sha ismga mos bo'lgan, masalan, salom Ali degan natija ekranda o'z aksini topadi. Arifmetik operatorlar, demak, sonlar ustida matematik amallarni bajarishda ishlatiladi. Demak, arifmetik operatorlar, demak, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, butunli bo'lish, qoldiqli bo'lish va daraja ko'tarish kabi amallarni o'z ichiga oladi. Qo'shish amali bizga ma'lumki, ikkita sonni qo'shish uchun qo'shish vazifasini bajaradi. Ayirish amali birinchi sondan ikkinchi sonni ayirishni bildiradi. Ko'paytirish birinchi songa ikkinchi sonni ko'paytirish, bo'lish xuddi shunday. Birinchi sonni ikkinchi songa bo'lish. Butun bo'lish esa o'sha butun sonni, demak, butun songa bo'lsam, bu holda demak 5 bo'lingan 2 desak, ya'ni butunli bo'lish desak, 5 ni 2 ga bo'lsak, butun qismi 2 ga teng. Demak, butunli bo'lishda qoldiq qismi tashlab yuborib, butun qismi olinadi. Ya'ni 2 degan qiymat qabul qiladi. Qoldiqli bo'lishda, demak, 5 ni 2 ga bo'lganda qoldig'i 1 ga teng. Xuddi shunday natija 1 chiqadi. Demak, daraja ko'tarish 5 ni kvadratga oshirganda, demak, 25 qiymatga ega bo'ladi. Arifmetik amallar ustida, demak, amaliy misollar yechish. Demak, ikkita o'zgaruvchi berilgan. A 10 ga teng, B 3 ga teng. Natijani, demak, A qo'shilgan B ko'paytirilgan 2. Ya'ni bilamizki, arifmetik amallar ketma-ketlikda bajariladi. Ya'ni birinchi ko'paytirish, keyin qo'shish amali ushbu misolda bajariladi. Demak, natijada B ni 2 ga ko'paytirib A ga qo'shish amali bajariladi. Demak, natijamiz, demak, 3 ko'paytirilgan 2. Bu demak 6 ga teng. 6 ga 10 qo'shsak 16. Natijamiz 16 ga teng bo'lgan holatni ko'rish mumkin. Undan tashqari, pastda A ni B ga bo'lgandagi, A ni B ga butun bo'lish, A ni B ga qoldiqli bo'lish, A ni birinchi darajaga oshirish qiymatlari ko'rsatilgan. Ya'ni 10 ni 3 ga bo'lsak, 3 butun davrda 3 butun bo'lsak, demak 3 ga teng bo'ladi. Qoldiqli bo'lsak 1 ga teng. Demak, 10 ning 3 darajaga oshirsak, ya'ni 10 ning 3 darajasi 1000 ga teng bo'ladi. Shu qiymatlarni ekranda ko'rish mumkin bo'ladi. Mantiqiy operatorlar, mantiqiy qo'shish, mantiqiy ko'paytirish, mantiqiy inkor amallari. Mana mantiqiy ko'paytirish, demak, and buyrug'i bilan ishlatiladi. Demak, ikkala holda ham shart rost bo'lganda, demak, shart bajariladi. Ya'ni 5 2 dan kattami? Ha, rost. Va uni ko'paytirish kerak. 3 katta 1 danmi? Ha, rost. Demak, rostga rost ko'paytirsak, natijasi ham rost bo'ladi. Demak, natija true chiqyapti. Kamida bittasi rost bo'lganda true qiymat, ya'ni rost qiymat qaytaradigan shart bu mantiqiy shartda. Demak, mantiq qo'shish deyiladi. Masalan, deylik, 0 ga 1 ni qo'shsak 1 bo'ladi, 1 ga 0 ni qo'shsak 1 bo'ladi va 1 ga 1 ni qo'shsak kamida bittasi, demak, rost qiymat qabul qilgandagina bu qiymati, demak, umumiysi rost bo'ladigan qiymat, demak, bu mantiqiy qo'shish qiymati hisoblanar ekan. Bu yerda 5 katta 2 dan yoki 3 kichik 1 dan, demak, 1 dan 3 ning kichikligi yolg'on, 5 ning 2 dan kattaligi rost. Demak, rost qiymat yolg'on qiymatni qo'shsak, demak, rost qiymat qabul qilish ekranda ko'rsatilgan. Keyingisi, demak, inkor amali. Inkor amali har doim rostni yolg'onga, yolg'onni rostga aylantirib beradi. Masalan, 5 dan 2 kattami? Haqiqatan 5 katta 2 dan. Shu holatda, demak, buni inkor qilsak, demak, yolg'on qiymat qabul qilar ekan. Keyingisi munosabat operatorlari. Demak, munosabat operatorlari o'z-o'zidan ma'lumki, ikkita sonni solishtirish uchun ishlatiladi. Masalan, ikkita teng belgisi, bu teng ikkita son berilayotgan bo'lsa, shuni ikkala sonning chap va o'ng tomonini aynan tenglikka tekshiradi.
undov va teng belgisi teng emas, ya'ni 5 teng emas 3 ga. Demak, ushbu holatda demak 5 teng emas 3 bo'lganligi uchun rost qiymat qaytaryapti. Katta belgisi demak 5 katta 3 dan bo'lganda demak rost qiymat. Kichik belgisi 5 kichik 3 dan. Bu yolg'on qiymat. Demak, ushbu holatda demak 5 3 dan kichik emas. Katta yoki teng. Katta yoki teng bo'lganda demak 5 katta yoki teng 5 deyapti. 5 5 dan katta yoki teng. Katta degan shartni bajarmasligi mumkin, lekin yoki degan shart bilan birgalikda kelganligi uchun, ya'ni ikkita shart bir vaqtda mantiqiy qo'shish amali bilan birgalikda kelayotganligi uchun ushbu holatda demak ushbu mantiqiy ifodamiz rost qiymatni qabul qiladi. Kichik yoki teng 5 kichik yoki teng 3. 5 ning 3 ga tengligi yolg'on. 5 ning 3 dan kichikligi ham yolg'on. Ikkita yolg'on munosabatning qo'y yig'indisi ham, natijasi ham demak yolg'on bo'ladi. Demak, ushbu holatda munosabat yolg'on ekanligi kelib chiqadi. Demak, ushbu mavzumizdan xulosa qilish mumkinki, o'zgaruvchilar demak ma'lumotlar saqlash uchun nomlangan xotiradagi joy hisoblanar ekan. Demak, ma'lumotlar tiplari demak butun sonlar, haqiqiy sonlar, mantiqiy sonlar, satrlar va lug'atlar kabi tiplardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Demak, kiritish chiqarish operatorlar haqida xulosa kiritadigan bo'lsak, demak, ma'lumotlarni kiritish input, chiqarish ekranga print operatori orqali amalga oshiriladi. Arifmetik amallarga biz yuqorida sanab o'tganimiz singari matematik operatorlar qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, demak butun bo'lish, qoldiqli bo'lish, daraja ko'tarish kabi amallarni keltirish mumkin. Mantiqiy amallarga mantiq ko'paytirish, mantiqiy qo'shish, mantiqiy inkor amallari. Munosabat amallarga demak tenglikka tekshirish, teng emas, katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng qiymatlarni solishtirish amallarini misol sifatida keltirish mumkin. E'tiboringiz